Bu mahsulotdan barchamiz oshxonada foydalanamiz. Karam ko'p xalqlarda keng tarqalgan, ammo eng ko'p qadimgi Rim xalqlari orasida qadrlangan. Shuningdek, qadimgi Misrda ham foydalanilgan. Ammo eramizdan avvalgi 6-7 asrlarga kelibgina karamdan keng foydalana boshlashdi. Hozirgi kunda karamni hamma biladi. Oddiy karamdan har xil taomlar tayyorlash mumkin. Uni qaynatishadi, qovurishadi, tuzlashadi, turli taomlarga, salatlarga qo'shishadi. Ammo karam yordamida davolanish ham mumkin. Karamning qanday foydalari bor? Karam mikroelementlar va vitaminlarga boy. Uning tarkibida kaliy, fosfor, kletchatka, nikotin kislota, kalsiy, A, B2, C, K, B6, B1 u vitaminlari ko'p. Karam moddalar almashinuvi jarayonlariga ijobiy ta'sir qiladi. Og'riqni qoldiruvchi va yallig'lanishga qarshi kurashuvchi ta'sirga ega. Karamdagi oziq tolalar organizmdan xolesterinni chiqaradi. Shuningdek, karam iste'moli yurak va buyrak kasalliklarida, past kislotali gastritlarda va qabziyatda yordam beradi. U immunitetni mustahkamlaydi va organizmga tozalovchi ta'sir ko'rsatadi. Karam haqli ravishda parhez mahsulot sanaladi. Uning har qanday turining 100 grammida 30 dan kam kilokaloriya bor. Karamdagi oziq tolalar va kletchatka organizmni zaharli moddalar va xiltlardan tozalaydi. A, B, C guruhi vitaminlari organizmning to'g'ri ishlashini ta'minlab, teri, tirnoq va sochlarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Umuman, karam oshqozon ichak trakti ishi me'yorlashishiga, organizmning tozalanishiga, xolesterin darajasi pasayishiga yordam beradi. Bu mahsulotning qanday zarari bor? Karam iste'moli me'yorini nazorat qilish lozim. Chunki me'yor buzilganda qorin dam bo'lishi, ich ketishi va behuzurlik paydo bo'lishi mumkin. Shuningdek, qalqonsimon bez, jigar va buyraklar kasalliklaridan aziyat chekadiganlar ham karam iste'molida ehtiyot bo'lganlari ma'qul. Tibbiyotda qanday qo'llaniladi? Karam xalq tabobatida keng qo'llaniladi. Bundan asosan uning barglari yoki sharbati ishlatiladi. Qadimgi davrda tabiblar karamni yaralar va chuqur kesiklar bitishi uchun qo'llashgan. Bugungi kunda karam ayrim kasalliklarda davolashda qo'shimcha vosita sifatida ishlatilishi mumkin. Xususiyatlari tufayli u kasallik belgilarini yengillashtiradi va organizmning umumiy holatini yaxshilaydi. Uni ko'pincha bosh og'rig'i, tomoq og'rig'i, mastopatiya, kuyish va tizza bo'g'im artrozlarida qo'llashadi. Bundan tashqari, oshqozon ichak trakti kasalliklari, uyqusizlik, taloq kasalliklari, podagra, qabziyat, bo'g'im kasalliklarida, yo'talda va shishda siydik haydovchi vosita sifatida ishlatishadi. Karamni chipqonlar, yengil yiringlar, turli toshmalar, yiringli yaralarni davolashda tashqi qo'llashadi. Bundan tashqari, karamdan tomoq kasalliklari, semirish va bosh miya tomirlari aterosklerozida ham foydalanishadi. Davolanish maqsadida karamning qaysi qismidan foydalangan ma'qul? Hamma qismidan foydalanishingiz mumkin. Karam barglari, sharbati, urug'lari barchasi shifobaxsh xususiyatga ega. Xalq tabobatida karamni qanday ishlatishadi? Oshqozon yarasi va qorindagi og'riqlarda yangi karam sharbati tayyorlash zarur. Buning uchun karamni mayda to'g'rash yoki go'sht qiymalagichdan o'tkazish. Hosil bo'lgan massani ikkiga buklangan dokaga solib, sharbatni siqib olish kerak. Uni kuniga 3-4 mahal ovqatlanishdan 15-20 daqiqa oldin 1 stakandan iching. Bunday davolanish kursi 2 haftadan 1 oygacha davom etishi mumkin. Tomoq kasalliklarida, angina va faringitda, shuningdek stomatitda tomoq va og'iz bo'shlig'ini 1:1 nisbatda suvga aralashtirilgan karam sharbati bilan chayish foyda beradi. Muolajani kun davomida 3-5 marta amalga oshirish, keyin yarim soat davomida yeb ichmaslik lozim. Uyqusizlik va bosh og'rig'ida karam urug'larini qaynatma ko'rinishida qo'llash kerak. 1 osh qoshiq karam urug'ini 1 stakan qaynagan suvga solib, past olovda 5-7 daqiqa davomida qaynating. Keyin qaynatmani olovdan olib, qopqoq bilan yoping va 1 soat tindirib qo'ying. So'ng suzib oling. Bunday shifobaxsh vositani uyquga yotishdan oldin yarim stakandan ichish kerak. Kuyish va yiringli yaralarda karamning yangi barglarini qo'yish kerak. Yiringli yaralar va yengil yiringlarda barglarga asal surib, bog'ich yordamida mahkamlab qo'yish lozim.
Bunday kompressni kuniga 2-3 marta almashtirish kerak. Yo'tal va yuqori nafas yo'llarining turli kasalliklarida yangi karam sharbatini asal qo'shib qo'llash kerak. 1 stakan sharbatni sal isitib, 1 choy qoshiq asal qo'shish. Yaxshilab aralashtirish va kuniga 3 mahal 1 stakandan ichish lozim. GIPA va avitaminozda tuzlangan karam sharbati yordam beradi. Deyarli barcha foydali vitaminlar va mikroelementlar aynan karamda mavjud. Xuddi shu sharbatni ovqatdan oldin ishtahani kuchaytiruvchi vosita sifatida iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Ari va asalari chaqqanda og'riqni va teri shishini kamaytirish uchun bint yoki dokani tuzlangan karam sharbatiga botirib, yara joyiga bosish lozim. Atigi bir necha daqiqadan so'ng og'riq o'tib ketadi. Agar sizga maslahatlarimiz va tavsiyalarimiz, roliklarimiz manzur kelayotgan bo'lsa, kanalga albatta obuna bo'ling. Like bosing, fikrlaringizni izohda yozib qoldiring. Ammo har qanday tavsiyani va maslahatni amalda qo'llashdan oldin shifokor bilan maslahatlashish kerakligini aslo unutmang.